Tom tuman yo'llaridan foydalanish davlat muassasasi tomonidan 2025-yilda saqlash va nuqsonlarni bartaraf etish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda D191 yo'lida 411 kilometrlar oralig'ida 1 kilometr yo'l to'liq ta'mirlandi. Bundan tashqari D195 yo'lida yo'lning 85-88 kilometrlari, 95-96 kilometrlari to'liq ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda tashabbusli budjetning ikkinchi bosqichida g'olib deb topilgan Sharq mahalla fuqaro yig'inida 2 km 850 metr yo'l qoplami qurilmoqda. Hozirgi kunda tashabbusli budjetning ikkinchi bosqichida g'olib deb topilgan Sharq mahalla fuqaro yig'inining 2 km 850 metr yo'l qayta ta'mirlanmoqda. Hozirgi kunda korxonamiz tomonidan 15 dan ortiq maxsus texnikalar va 20 dan ortiq maxsus ishchilar ishlab kelmoqda.